17 yoshimda o'z mehnatim bilan birinchi marta yolg'iz sayohatga chiqdim. Kechasi yotgan paytim birdaniga miyamga fikr keldi. Nimaga yolg'iz sayohat qilib ko'rmayman dedimda, o'ylab ham o'tirmasdan 3 soatdan keyingi bilet sotib oldim. Shunchalik shoshilganimdan hech kimga aytmadim va juda ko'p narsani uyda qoldirdim. Yo'lda hayajonlanganimdan daji 1 sekund ham uxlamadim. Istanbulga ertalab 7:30da qo'ndim va birdan shok bo'ldi. Internetim yo'q, hech kimni tanimayman. Mehmonxonani qayerdan topaman? 18 ga kirmaganim uchun mehmonxona topish ham anchagina qiyin edi. Ancha vaqt sarflab bir balo qilib joylashdim. Birinchi marta Istanbulni ko'rdim. Ichimdagi feelingni tushuntirib bo'lmaydi. Uxlamagan bo'lsam ham ko'chaga chiqdim-da, Seven Hillsga bordim. Qushlar bilan choy ichib oldim. Keyin Galata portida aylandim. Bir ikkita kerakli narsa sotib oldim. Keyin McDonald'sga kirdim. Birinchi kun zo'r o'tdi, keyingi kunlarda ko'ramiz. Turkiyaga kutilmagan 9 kunlik yolg'iz sayohatim qanaqa o'tdi va qancha pul ketdi? 18 ga kirmaganim uchun chetga yolg'iz chiqish uchun shunaqa davernisni oldim va aeroportda so'rashganda ko'rsatdim. Istanbul markazidan 4 kunga apartament bron qildim. Bu 4 kun Istanbulda non-stop explore qildim. Istanbulda deyarli hamma mashhur joyga bordim. 5-kuni esa Istanbuldan Bursaga yo'l oldim. Parom bilan Marmara dengizini kesib o'tib, Turkiyaning eng sokin va tarixiy shaharlaridan biriga yetib bordim. Hindistonlik jigarim bilan Bursada Turkiyadagi eng uzun kanatkada uchdim. Shaharda mashhur va hech kim bilmaydigan joylarini yolg'iz aylanib chiqdim. Yolg'iz notanish shaharda tilni yaxshi bilmagan odamlar orasida yolg'iz qolish va hamma narsani o'zim hal qilishim, narsamni yo'qotib qo'yishim tan olaman uncha oson bo'lmadi va bu meni dunyo qarashimga ancha ijobiy ta'sir qildi. Va bu 9 kunga sarflangan $2000 dan olgan hissiyotlarim va xotiralarim uchun hech narsa emas.